Hurmatli mijozlar, mana biz do'konimizni ochdik. Bemalol kelaverasizlar. Chaqaloq kiyimlari, chiroylilari chetda. Bizni manzilimizni so'ragan mijozlarimiz uchun eski do'konimiz mana svetoforda tagida edi. Mana tomon bog'cha bozor. Mana bog'cha bozorda ro'parasi Nastenka bozoriga do'konlar tushgan. O'sha do'konlarda oxirrog'ida mana oxirgi darvozasining oldida Asila magazin yonida u tomondan kelishda 39-maktab svetofori bor. Shu 39-maktab svetoforidan kirib kelinsa ham bo'ladi, faqat yo'l bir tomonlama. Piyoda kelsangiz bo'ladi, 39 tomondan mashinada kirmaysizlar, chunki jarima yozib yuborishi mumkinki yo'l bir tomonlama qilib qo'yilgan. Mana yangilik mahsulotlarimiz ko'p. Bemalol kelib tashrif buyurib olishlari mumkin. BB Light firmasidan ham yangiliklar kelgan. Bunny Honeydan yana Baby Bosslarimiz ham kelgan. Jingo brendida mana olchaliklar, qulpinoylar bor. Clock kit ishlarimiz ham bor mana. Bemalol tashrif buyuraverasizlar. Xizmatdamiz seshanba kuni 4-5largacha ishlaymiz. Bugun ochdik mana hozir. Kechki bozor bugun. Oshxo'raychalar ham keldi, har xillaridan bor. Oshxo'raychalar. Yat brendidan ham kompleksiyalarimiz kelgan. Sumkalar ham, kengurular ham bor. Kelaverasizlar. Yangiliklar ko'p.